Mana biz ijodiy jamoamiz bilan bir necha kundan beri Tayvan davlatida yuribmiz. Biz ham avvalo taklif qilishganda Tailand deb o'ylaganmiz. Keyin qarasak Tayvan. Ko'pchilik Tailand bilan adashtirar ekan. Tailand bilan Tayvanni almashtirishadi. Bu yerdagi musulmonlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Xalqi Xitoy, hammasi Xitoydan kelgan, faqat yashashi, bu yerdagi madaniyat Xitoydan boshqacharoq. Qancha o'zbek bor bu yerda? Sizni hisob-kitobingiz bo'yicha. 23 million aholisi bor, faqat davlatning yarmida odam yashamaydi. Yarmi chakalakzor deb aytib, inson oyog'i bosmagan joylar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana biz ijodiy jamoamiz bilan bir necha kundan beri Tayvan davlatida yuribmiz. Ijodiy safardamiz. Bu yerga mana do'stlarimiz taklif qilishgan. Bir ajoyib davlat ekan. Videolarda ham albatta ko'rib boryapsizlar. Bugun biz bu yerda albatta o'zbek har joyga borgandan keyin o'zini vatandoshlarini izlaydi. Qayerda bormikin o'zbeklar nima qilyapti degan maqsadda mana biz ham bir izlab odamni topdik, ya'ni vatandoshimizni topdik, Faroxdin aka. Va bugun bular bilan suhbat qilib, ularni bir o'zlarini bir Tayvanga kelib qolish tarixi, umuman Tayvan haqida ulardan o'zbek tilida ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Faroxdin aka, sog'omsiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat Xudoga shukr. O'zingiz salomatmisiz? Rahmat Xudoga. Biz juda xursandmiz Tayvanda o'zbeklarni ko'rib, chunki o'zbeklar kam ekan juda aslida, juda topish qiyin ekan. Shuning uchun ham sizni ko'rib bir juda xursand bo'ldik. Ayniqsa biz birinchi ko'rishganda o'zbekcha bir salomlashib gaplashganimizda o'z haqida bir tanishtirib ozgina ma'lumot bersangiz bizni tomoshabinlarga. Avvalo, u xursandchilik bizga tegishli aslida, chunki biz bu yerda ko'plab yildan beri bu yerdamiz, faqat o'zbeklar juda kam ko'ramiz. Ismim Faroxdin, Qirg'izistonlikman aslida. Bu yerda 5 yildan beri faoliyat olib boramiz, ishlaymiz. Shu yerda oilamiz bilan yashab kelamiz. Tayvan davlati Xitoydan keyin Yaponiyaning pastida orol davlat, lekin juda ham insonlarga ochiq, insondo'st davlat bu yer. O'zingizlar ham ko'rganinglardan beri. Biz bu yerda 5 yildan beri juda yaxshi ko'rib yashaymiz bu yer, juda yaxshi. Havosi ham biroz issiq, qish oylari bu yerda yo'q desak ham bo'ladi. Tayvanda 5 yildan beri oilamiz bilan yashab kelamiz. Avvalo o'zim uylanmasdan avval kelganman. Hozir bu yerda oilamiz bilan yashaymiz. Oilamiz ham qirg'izistonlik, bir farzandimiz bor. Bu yerda biz kelgan kunimizdan boshlab yaxshi ko'rishni, yoqtirishni, sevishni boshlaganmiz. Chunki ham shahari ham boshqa joylari ham har doim yashil. Albatta birinchi o'rinda insonlar muhim. Bu yerda insonlar umuman bular chet o'lkadan kelganlar ekan deb past nazar bilan yoki boshqacha bir muomala qilishmaydi. Shuning uchun ham bu yerda ham shaharini, ham insonlarini, yashash sharoitini yoqtirib, shu yerda mana 5 yildan beri yashab kelmoqdamiz. Bu yerda siz ham aytib o'tganingizdek, o'zbekistonliklar juda kam. Qirg'iziston, O'rta Osiyoliklar ham juda kam. Qirg'izistondan 100 na atrofida studentlar bor. Boshqa davlatlardan biroz kamroq. Ular boshqa yerlardan ham, sizlardan ham kelishingizni xohlaymiz, tavsiya qilamiz. Tayvanni juda ko'p inson bilmas ekan. Bilganlari ham tashqaridan biladi. Biroz yopiq davlat deb o'ylaydi. Aslida bu yer juda ochiq, demokratik bir davlat bo'lib hisoblanadi bu yer. Shunday. Mana shu erkinlik hammada bilinyapti. Ko'chalarda odamlar qandaydir, men balkim siz sezmassiz, balki sezarsiz, qandaydir odamlarda xotirjamlik bor. Ya'ni bir-biriga achchiq qilgan, to'polon qilgan, hatto signal cholish ham juda kam ekanda. E'tibor berdingda, men O'zbekistonda ko'pchilik bosh davlatlarda ham ko'ramiz, signallar chorib yurishadi yo'llarda, bir-biriga ozgina ayniqsa haydovchilar qo'pollik qiladi, boshqa qiladi, ko'chada o'sha dan xodimlari bo'ladi, boshqa. Politsiyani deyarli ko'rmadik. Odamlar juda ham xotirjam, bir tekisda, yo'llar tekis, hamma yam-yashil go'zal bir holat. Odamlar albattaki bir tabassum bilan muomala qilib, juda ham bir shunaqangi bir ochiq ko'ngillik bilan muomala qilar ekan, ajoyib joy ekan shunisi. Endi bizga siz o'zingiz mana qanday kelib qolgansiz? Mana Qirg'izistondan bu yerga kelib qolish oson emas. Qanday bular haqida eshitdingiz, qanday kelib qoldingiz? Shunga ozgina qisqacha bir tushuntirib bersangiz. Biz Qirg'izistonda universitet o'qigandan keyin ikkinchi universitetimizni Turkiyada o'qidik. Turkiyada 5 yil o'qiganimizdan keyin Tayvandagi Islomiy madaniyat markazi boshqa davlatlardan o'zlariga kadr izlayapti. Shu yerga borishni xohlaysizmi deb bizga taklif tushgan. Oilamiz ham, ota-onamiz ham rozi bo'lgandan keyin bu yerga kelganmiz. Biz ham avvalo taklif qilishganda Tailand deb o'ylaganmiz. Keyin qarasak Tayvan. Ko'pchilik Tailand bilan adashtirar ekan. Tailand bilan Tayvanni almashtirishadi. Bizdan so'raganlari hali ham Tailand deyishadi.
Yaqinda onam kelib ketdilar. Bir qarindoshimiz "Shu yerda restoran bor ekan" deb Tailandda bitta restoranda adresini jo'natdi. "Yo'q, bu yer Tailand" deb aytdik. Siz biroz avval aytib o'tgan narsalarni biz ba'zi kelgan mehmonlarga ham aytamiz. Qarang, bu yerda ko'chada signal chalinmaydi. Odamlar juda xotirjam deb va statistikalarga qaraydigan bo'lsak, juda ko'p narsada dunyoda birinchi o'nligiga kiradi. Masalan, eng xavfsiz davlat, eng kerakli har bir inson uchun hozirgi zamonda ikkinchi o'rinda turadi. Undan keyin sog'liq xizmati, больница xizmati birinchi o'rinda turadi. Tibbiy xizmatlar birinchi. Unaqa rivojlangan davlatlardan ham oldida turadi. Sog'liq xizmati, tibbiyot xizmati shunchalik balandda turadi bu yerda va xavfsizligini aytdim va signal umuman chalishmaydi. Tashqaridagi insonlar bir-biriga orqasidan yoki oldidan qarashdi yoki har xil qarashlik, nima deydi, bezovta qilishlik umuman yo'q ko'chada ham. Yo bular boshqacha ekan, boshqacha yurar ekan deyishlik ham yo'q. Juda odamlar bu yerda bemalol yashaydi hammasi. Keyin bizdan keskin farqlagan joyi yo'llar. Mana avtomobil yo'llari juda ham tekis ekan. Hamma joyda o'sha kattaki o'sha nima deydi, ko'priklar qilingan, juda uzun qilingan va nima yo'q, nima deydi, tirbandlik yo'q deyarli. Hamma joyda mashina to'xtamasdan ketyapti, sekinroq, tezroq, lekin to'xtab qolish yo'q. Ya'ni shuncha aholisi ko'p, mana kecha Taipei 101 ga ham chiqdik. Juda ham zid joylashgan, aholi ko'p. Aslida 23 million aholisi bor ekan. Lekin shunda ham shaharda unaqangi aytarli bir tirbandlik, o'sha bizda probka deb qo'yishadi, shunday narsalar yo'q-da, masalan, shu narsalar. Yo'llar ham juda ham sifati yaxshi va tekis hamma joyda. Bu orol davlati juda kichkina aslida. Eng boshidan pastgacha 450 kilometr. Balki sizlar birorta viloyatinglarga to'g'ri kelishi, undan ham kichkina bo'lishi mumkin. 23 million aholisi bor, faqat davlatning yarmida odam yashamaydi. Yarmi chakalakzor deb aytib, inson oyog'i bosmagan joylar. Xaritadan qarasanglar ko'rinadi. Bu Taipeyda 3 milliondan oshiqroq inson bor bu yerda. Albatta bu yerda bizni ba'zi tanishlarimiz Yaponiyadan bu yoqqa kelganda do'stlarimiz Yaponiya 2 desak ham bo'lar ekan bu yerda. Ikkinchi Yaponiya desak ham bo'lar ekan deyshadi. Sistemasi, insonlarning tozaligi, yashashligi Yaponiya bilan juda o'xshash. Bir vaqtlar yaponlarda nimasidir ham bo'lgan ekanda bular. Qirg'izgacha Yaponiya bosib bo'lgan ekan. Masalan 1895-yildan 1945-yilda Yaponiyani istilosi bo'lgan ekan. Yaponiyada bo'lgan. Shu yerda bir yaponlarni bir tizimlari qabul qilingan ekanda o'ziga. Juda haqiqatan juda ham o'xshaydi. Odamlar ham o'xshaydi. Odam ham o'xshaydi. Ancha. Xitoydan umuman xalqi Xitoy, hammasi Xitoydan kelgan, faqat yashashi, bu yerdagi madaniyat xalqi Xitoydan boshqacharoq. Mana endi bu yerda o'zbeklar haqida ma'lumot berasiz. Qancha o'zbek bor bu yerda? Sizning hisob-kitobingiz bo'yicha. Biz kelganimizga 5 yil bo'lgan bo'lsa, ba'zi tanishlarimizdan so'raymiz. Juma kunlar masjidga borganimizda so'rab qolamiz, juda kam. Balki 15 tacha deb eshitdik. Ikkitasi bilan ko'rishdik, tanishdik, boshqa imkonimiz bo'lmadi. Qirg'izistonliklar 100 atrofida studentlar bor. Bu yerda kelib ishlaganlar kamroq studentlar bor. Qozog'istonliklarni ham 15 ta atrofida eshitdik. Boshqasi yo'q bu yerda juda kam. Turkiyaliklar ham kam. O'rta Osiyo bu yerda juda kam aslida. Aslida kelib joylashib, yashasa bo'ladigan joy. Studentlarga ham juda ochiq bu yer. O'sha mana endi mana Qirg'izistonliklar 100 ga yaqin deyapsiz. Ko'pchilik talaba endi. Hammasi student desang. Qaysi yo'nalishda o'qishadi asosan? Hozirgi zamon talabi bilan ko'pincha kompyuter texnologiya bo'yicha o'qishadi. Ular oldinda ekan bu bo'yicha ham o'sha yarim o'tkazgichlar deydi-yu, mikrosxemalar har xil o'sha. Albatta, bu yerda chiplar bu yerda albatta. Va rivojlangan va eng ekonomikasi baland bo'lgan davlatlarda 10 tasini orasida bo'lsa kerak. O'qimasdan ishlayib turganlar qaysi soha, nima ish bilan shug'ullanadi? Bizni o'rtadan kelganlar. Fabrikada ishlasa bo'ladi. Lekin bu yoqqa ishlayotganlar juda kam bu yerda. Kelib ishlayotganlar ham ko'proq shu o'qishni bitirgandan keyin ishlaganlar bo'ladi yoki fabrikada ishlashadi. Ayollar o'zbekchasi Koreyalarga qarab ishlashadi bu yerda, indoneziyaliklar ko'proq bu yerda. Agar O'rta Osiyodan boshqa davlatlardan kelganlar haqida ham aytadigan bo'lsak, eng ko'p bu yerda indoneziyaliklar. 200 mingda atrofida indoneziyaliklar bor. Shuning uchun indoneziyaliklarni yoki bo'lmasa musulmonlarni ham juda yaxshi ko'rishadi. Endi bu yerdagi mana siz o'sha madrasada dars berar ekansiz, biz masjidda ko'rishdik, nima qildik. Ya'ni bu yerdagi musulmonlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu yer islom musulmonlarga juda do'st davlat bo'lib hisoblanadi, ham davlat, ham inson. Albatta ikkalasi ham muhim. Agar davlat do'st bo'lsa ham insonlar bunga yaxshi muomala qilmasa, buni ta'siri bo'lmaydi. Shuning uchun har bir shaharda bittadan yoki ikkitadan katta masjidlar bor va katta ish joylarida yoki turistlar boradigan joylarda ham kichkinagina namoz o'qiydigan joylar bor. Bu yer asli Xitoy davlati bo'lsa ham shunday imkoniyatlar hamma joyda qilingan va xalqning ham ko'z qarashi juda yaxshi. Buning juda katta bir ta'sirlardan biri
Indoneziyadan kelgan xalqning bu yerga kelib, bularning uylarida onalarini 90 yoshdagi, 95 yoshdagi onalarini, otalarini qarab yashaganliklari uchun ham musulmonlar juda ko'p yaxshi ko'rishadi. Chunki bu yerdagi nima edi? O'lim yoshi, yashash yoshi baland. O'rta Osiyoga qaraganda ancha bizda 70-80 yosh bo'lib hisoblansa, bu yerda 90-100 yosh. 100 yoshdan atrofida insonlar juda ko'p bu yerda. Musulmonlarga qarshi davlat tarafidan ham, insonlar tarafidan ham yaxshi qarashlar bor albatta. Masjidlar soni nechta? Tayvan bo'yicha? Masjid deb hisoblasak 15 ta masjid desak bo'ladi. Yuzlarcha, yuzdan ko'p kichkina namozxonalar bor. Namozxonalar bor. Musulmonlar soni nechta? Xitoydan kelgan o'zini asl musulmonlari 50 mingdan atrofida deb aytiladi. Bular butun davlatga yoyilgan. Ko'proq chet o'lkadan kelgan indoneziyaliklar va boshqa davlatlardan, pokistonliklar bor, Tailanddan, Malayziyadan kelgan, O'rta Osiyodan ozroq bor. Shular bor ko'proq. Ular soni indoneziyaliklardan keyingilarning soni aniq emas, chunki kam. Ya umumiy musulmonlar soni. 300 mingdan atrofida desak bo'ladi. Atrofida musulmonlar bor. 23 million aholi bo'lsa 1%ni musulmon desak bo'ladi. 230 mingdan atrofida musulmonlar общий. Sizlar borgan masjid eng katta masjid bo'lib hisoblanadi. Juma kunlari yoki o'qish bo'lmagan kunlari juma kuni to'g'ri kelsa ko'chagacha chiqamiz namozga. Yaxshi. Ko'rdim ba'zi mehmonxonalarda o'sha muslim friendly naqa degan narsalar ko'ribdi. Ya'ni shunaqangi yozuvlar yopishtirib qo'yganlarni ko'rdim. Qarang, mana o'zingiz aytyapsiz, mehmonxonalarda ham bor hatto. Mehmonxonalar juda ko'p joylarda bor. Mana kecha o'sha bizdan Osma yo'l dedi. Osma yo'lga borganimizda ham o'sha Muslim prayer room deb yozib qo'yibdi. Namozxona borligini ko'rdim. Ya'ni aytmoqchimanki, jamoat joylarida ham o'sha musulmonlar uchun ham, boshqa din vakillari uchun ham o'sha o'zini bir ibodatini qilish uchun sharoitlar yaratilgan ekan. Albatta. Vaholanki musulmonlar soni ko'p emas bizda. Ko'p emas bu yerda. Shunda ham shu narsa yaratilganini ko'rdik va albatta yana bir narsa juda ko'zga tushdi. Ko'p e'tibor berdi biz jamoadagilar ham. Mana shu nogironligi bor insonlar uchun ham juda ko'p sharoitlar qilingan. Har bir ishxonada yoki har bir do'konda oldida ham shunga sharoit qilingan. Avtobuslarda o'zlari tushib yordam beradi. Har bir narsa bor bu yerda. Ko'p narsalar insonlar uchun qilinganligi bilinib turibdi. Insonlarning yengil yashashliklari uchun. Tog'larga chiqqan bo'lsanglar, u yerga chiqibsizlar kecha. U yerlarda ham asfalt bor. Hamma joyda asfalt qilingan, hamma sharoit qilingan. O'zbek sifatida bu yerda endi o'zbeklar kam ekan, boshqa ekan. Qiyinchilik yo'qmi masalan? Odamlardan gaplashishda, tilni qanday o'rganishda va eng asosiysi albattaki oziq-ovqatida bu yerda. Bilasiz, oziq-ovqat bizgidan keskin farq qiladi. Shu haqida ham ozgina o'z fikringizni bersangiz. Xitoy tili bilganimizdek dunyodagi eng qiyin tillardan bo'lib hisoblanadi, lekin buni bahona qilish shart emas. Juda ko'p insonlar kelib o'rganishyapti. Tezligini o'rganib olinsa bo'ladi. Bu yerda bir musulmon uchun yoki bir O'rta Osiyolik uchun qiyin bo'ladigan ikkita narsa bor. Bizni ko'zi qarashimizda havosi. Chunki nam darajasi %70 dan baland bo'ladi har doim. 70% dan ko'proq. Bu juda qiyin. Hozir hamda yoz vaqti, qish mavsumi bu yerda deyarli bo'lmaydi. Faqat yanvar oyida bir oygina +10 bo'ladi. Minus emas, +10 bo'ladi eng sovug'i va ovqat albatta. Ovqatda muammo bo'ladi chunki musulmon do'konlar, restoranlar kam va O'rta Osiyoniki yo'q bu yerda. Lekin shu shaharda o'zida ham 50 ta atrofida musulmon restoranlari, staloylari bor. Va shuni siz aytganda yaxshi taraflardan bittasi, bu yerdagi eng mashhur 7-Eleven va Family Mart degan 24 soat ishlaydigan, har 1 kilometrda yoki 200 metrda bo'ladigan do'konlar bor. Shularda ham hozir mana kecha o'tgan yildan e'tiboran halol bir bo'limi ochilishni boshladi. Juda yaxshi. Har bir joyda shunday bir imkoniyatlar bor. Halol go'sht bormi shunda shu yerda? Masjidda yoki ba'zi bu yerga kelib yashayotgan Pokistonlik yoki Arabistondan yoki Indoneziyadan kelganlar shu ishni qilib bu yerda nimalar bor? Go'shtlar halol go'sht sotishadi. Halol go'sht sotiladi. Buni o'zlari shu yerda so'yadimi yo olib kelishadi? Shu yerda so'yiladi. Bu yerda so'yish imkoni bor. Hali o'sha Family Martda halol go'sht paydo bo'lmadi yo paydo bo'ldimi? Bo'ldi. Halol go'sht bor. Ancha o'zgarish bor ekan. Albatta, bu kattaroq do'konlarda ham paydo bo'lishni boshladi. Endi mana biz O'rta Osiyoliklarga mana to'g'ridan-to'g'ri bizda elchixonalarimiz yo'q, davlatlarimiz Tayvan tan olmagan davlat sifatida kelish masalasi qanday bo'ladi? O'rta Osiyodan bu yerga. Albatta juda ko'p davlatlar bu yerda davlat qatori qabul qilmagan. Biz O'rta Osiyoliklar biz bugungacha shaxsimiz o'zimiz Turkiya yoki Moskva orqali, Rossiya orqali viza olib kelamiz. Aslida viza olish oson. Moskva yoki Turkiya orqali olishga to'g'ri keladi. Turkiya va Moskvada konsulligi bor bular. Ikkalasini nimalari bor? Elchiliklari bor. Elchiliklari bor, shundan borib olsa bo'ladi. Trade ofislari bor, elchilik deyilmaydi, trade ofislari bor albatta. Ishlamoqchi bo'lib kelganlarga qanday talab? Xabaringiz bormi masalan, qanday ishlagani kelish mumkin? Rasmiy masalan, o'sha ish vizasini olish masalasi qiyinmi? Nimalar talab qilinadi? Albatta bu yerda
dokument bilan, dokumental va hujjatlar bilan kelish kerak albatta. Bu yerda davlatni qo'ygan qonunlar bilan eng ozda oylik hozir $1000. Bu yerda ko'proq insonlar fabrikada ishlashadi yoki restoranlarda ishlashadi. Soatlik oyliklari ham belgilangan. Bu yerda oldin bu yerga kelib turib ish izlashni foydasi juda kamroq. Bu yerga viza olib kelib turib ish topaman desangiz sal qiynalib qolasiz. Joylashish kerak bo'ladi. Oldindan ishni tayyorlab kelishga to'g'ri keladi. Onlayn avval ish beruvchini topish kerak. Ish beruvchini onlayn orqali topib, hujjat olib kelish kerak. Kelish kerak. Endi biz ham O'zbekistonda migratsiya ancha rivojlanib ketdi oxirgida. Qirg'izistonda ham, mana Qirg'izistonda ham hozir ko'pchilik Rossiyaga boradi ishlagani boshqa. Endi hozirgi kunda rivojlanyapti, har xil davlatlarga yuborilyapti. Balkim bir imkon bo'lib qolar O'zbekistondan ham shunaqangi muhojirlarimiz kelib ishlab, mana shunaqangi bir go'zal joylarda. Albatta eng yaqin mana Koreyada o'zbekistonliklar juda ko'p. Koreyadan oshsa-oshsadiki qoladigan joyi yo'q bu davlatni, juda ko'p va yaxshi rivojlangan. Lekin albatta hozirgi zamon talabi hujjatlar bilan ishni avvaldan tayyorlab kelish yaxshiroq bo'ladi. Ishchilardan xitoy tilini bilish talab qilinmaydi, ingliz tilini bilsa yetarli. Ingliz tilini bilsa yetarli, lekin ba'zi ish joylari faqat xitoycha bo'lgani uchun kerak bo'ladi. E'tibor berdik, ko'pchilik ingliz tilini bilar ekan. Masalan, hamma joylarda ingliz tilida ma'lumotlar berilyapti. Yaxshimi yo'qmi, lekin ingliz tili ancha rivojlangan ekan. Albatta. Yana bir narsa hozir bilasiz, hozir xitoy tili dunyodagi eng mashhur va eng kerakli biznes uchun tillardan bo'lib hisoblanadi. Juda ko'p o'zbekistonliklar ham bizneslarini balki xitoy orqali qilganligi uchun xitoy tilini bilishliklari kerak. Shuning uchun ham bu davlatdagi eng yaxshi imkoniyatlardan bittasi turistlar uchun. Va buni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. 10 tana atrofida universitet bor. Hammasi til uchun. Til universiteti. O'qimoqchi bo'lganlar yoshiga qaramasdan vizaga topshiradi. Bu yerga kelib xitoy tilini o'rganishadi. Shu viza beriladi shuning uchun. U xitoy tilini o'rganish pulli-ya u? Albatta. 3 oyga $1000. 3 oyga $1000. Har kuni o'qishga boradi, haftada 5 kun. Shu orqali juda ko'p kelgan odamlarni ko'rdik. Tilini o'rganishlik uchun. Biz mahalliy bir bozorga borib qoldik kechasi adashib. Albatta juda bir qiyin, bizga qiyin bo'ldi, chunki u yerda xalq ovqatlarini pishirib qo'g'irib yotishibdi. Hidlari bizga juda ham noodatiy. Lekin boshida bittasini e'tibor berdik, somsa sotyapti. Somsa sotyapti va unga navbat katta, odamlar qiziqish katta. Somsani maxsus o'sha kichkina bir tandirchalari bor ekan, shunda tayyorlab qog'ozga berib beryapti. Ichiga nima solganini bilmaymiz, lekin somsa juda ham mashhur ekan bu yerda. Masalan, siz ham ko'rganmisiz shu somsani? Ko'rinishi oqmidi? Yo'q, shu o'zimizning somsaga o'xshagan dumaloq somsa qilingan, o'sha tandir somsa. Uchburchaga? Uchburchaga emas, dumaloq. Shuni sotyapti. Men hatto qaradim, bu uyg'urmasmikin bular degan nima qilsam, lekin xitoyliklar sotyapti. Bu yerda kechqurun ishlaydigan bozorlar juda mashhur. Kechqurun 2 gacha ishlaydi. İnsanlar juda ko'p aylanishib yuradi. Har 2 kilometrda har bir rayonda o'zlarida bor. Har xil ovqatlari mashhur bu yerda, o'zlarini lazzatlari deb qaraladi. Juda mashhur bo'lib hisoblanadi. Bu somsa hamma joyda ham sotilmaydi aslida. Sizlar juda zo'r joyga to'g'ri kelibsizlar. Bular albatta shunaqa ko'chadagi lazzatli ovqatlarni, o'chiritlarni kutishni, navbat kutishni ham juda yaxshi ko'rishadi. Shunaqalar olib yeyishadi. Albatta har xil narsalar qo'shiladi bu yerda ham, lekin ancha madaniyati juda kuchli bu yerda. Hop, nima muammolar bor endi bu shunday yaxshi jamiyatda? Nima muammolar sezdingiz mana 5 yil ichida? Nimalarga o'rganishingiz qiyin bo'lyapti? Biz bir O'rta Osiyolik musulmon qatori ovqatiga qiynalamiz, lekin o'zimiz uyda pishirganligimiz uchun bu muammodan o'tdik. Havosi bor, unga ham ko'ndik. O'rta Osiyolik uchun bir muammo topilishi juda qiyin o'zi asli, kam. Ancha yaxshi davlat bu yerda. Albatta bu yerda bir tayinli ishingiz yoki tayinli bir o'qishingiz bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi. Allohga rahmat katta, ishlaringizga rivoj. Bundan keyin ham shu bu yerda ham bizning Markaziy Osiyoliklarda bir soni ko'paysin. Musulmonlar soni ko'paysin. Va shu yerda sizlar bilan doimo aloqada bo'laylik. Bundan keyin yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Albatta kutamiz. Bir so'z ham bo'ldik sizlar kelganinglarga. O'zbekcha gaplashganimizga yillardan beri xitoycha yoki inglizcha gaplashamiz bu yerda. Yana kutamiz albatta inshaalloh. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Salomat, biz xursand bo'ldik.